Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 18-19 martda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18 martda 22-27 daraja iliq. 19 martda 25-30 daraja iliq, 20 martda 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18 martda 22-27 daraja iliq, 19-20 martda 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18 martda 20-25 daraja, 19-20 martda 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 18 martda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja, 19-20 martda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18 martda 20-22 daraja iliq, 19-20 martda 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi.